Xitoy atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan inson qalbidan chiqqan qamal davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sillar haqiqiy vaziyatni ko'rsatib bermoqda. Xitoy doiralari Urumchi xalqini texmi qattiq qamal qilish maqsadida 3 kunlik atalmış turg'un holatda boshqarish tuzumini yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Uylarga qamalganlarning ochliqdan qattiq qiynalib davolanish fursatiga erishamagan kasallarning uylarida jon uzayotganligi degandek xabarlar jiddiy andishini qo'zg'amoqda. Rossiya energiya shirkati Gazpromning xabar qilishicha, Xitoy davlat neft ximiya shirkati bilan tabiiy gaz toshish haqini yuan yoki rublega almashtirish to'g'risida kelishim hosil qilingan. Gazpromning yozma bayonotida Xitoy neft ximiya shirkatining mudiri Deng Xuiliang bilan Gazpromning raisi Aleksey Millerning sini yig'ini orqali ko'rishganligi bayon qilingan. Uningdan boshqa Rossiyadagi eng chong innovatlik organ Siberbanka va 2-nomerlik bankasi VTB o'zlarining Xitoy pulida qarz berishga boshlaganligini e'lon qildi. Yegilinishcha Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdul Aziz Xitoy prezidenti Xi Jinpingning ikki davlat munosabatini kuchaytirish to'g'risida yozgan xatini topshirib olgan. Ma'lum bo'lishicha, Xi Jinping uchurida ikki davlat o'rtasidagi kuchlik va puxta munosabatlar va bu munosabatlarning har qaysi soha va har darajalik taraqqiyotlari tilga ilingan. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bosniya Hersegovinani ziyoratida ikki davlat orasidagi savdo munbiriga qatnashgan bo'lib, u so'zida bu yil 8-oy ichida Bosniya Hersegovina bilan bo'lgan savdo miqdorimiz oldingi yildagi o'xshash mazgilga selishtirganda 15% oshgan bo'lib, 627 million dollar bo'lgan. Biz bu yilning oxirigacha 1 milliard dollarlik savdo miqdori nishonidan eshib ketishini umid qilamiz degan. Erdo'g'an yana biz hozir Bosniya Hersegovina va Turkiya o'rtasida kimlik bilan sayohat qilishni qaror qildik degan. Yevropa Chempionlik birlashma musobaqasining 2022-2023 fasli zo'r hayajon bilan boshlandi. Bu fasllik musobaqaning hal qilg'uch musobaqasi kelar yili Turkiya Atatürk Olimpik tantarbiya saroyida o'tkaziladi. Shuning bilan birga bu musobaqa fasli Ronaldo davri oxirlashgan bir fasl bo'ldi. Kirgizgan to'plari, buzgan rekordlar va erishgan lo'nqilar bilan Yevropa Chempionlik birlashmasining afsonaviy ismiga aylangan Portugaliyalik darajadan tashqari cho'lpon Cristiano Ronaldo 19 yildan keyin tunji qitim Yevropa Chempionlik birlashmasiga qatnashamadi. Cristiano Ronaldo balkim Yevropa Chempionlik birlashmasi tilga elinganda kishilarning esiga tunji bo'lib keladigan futbolchi bo'lishi mumkin. U Manchester birlashmasiga yetkazilgan bo'lib, 2003-yili, 2004-yili musobaqa faslidan boshlab izchil Yevropa Chempionlik birlashma musobaqasiga qatnashib kelgan. Xalqaro Sharq Turkistonliklar tashkiloti birligi raisi Hidayatullo O'g'uzxon, birlikning bosh kotibi Abdurashid Eminaji va tashqi ishlar mas'uli Nurmuhammad Turkistondan tashkillangan bir hay'at Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi planiga asosan 2-sentabr Malayziya poytaxti Kuala Lumpurga yetib berib, xizmatlarini boshladi. Hay'at tunji bo'lib Malayziya bosh ministrligi davlatlik iqtisodiy maslahat kengashining maslahatchisi Dr. Abdurazzoq bilan ko'rishdi. Ko'rishda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati, xususan islom va musulmonlarni bostirish qilmishlarini tanishtirdi. Shundaqla Sharq Turkiston davosini Sharq Janubiy Osiyoda kun tartibga keltirish qatorliq masalalarni muzokara qildi.